Jigarlar gruppadagilar yaxshi o'tiribsizlarmi? Yetimchani kestirdim bugun soat 5 ga yeb ichar. Sunnat to'yi. Kevrasizlar. Yo'q, qora yetimsan. Nima qilib anqayib tursan? Men nonga chiqib ket. Jonga tegdingizda shu yetimlar borib, chopon bilan do'ppizni berib turing. Sir uchun sotish kerak. Birashki yoqing kakas. Salom. Mayli eshitdim uchun onang qasqonga muhtoj ekanlar. Nima muhtoj edilar? Masini olganda kartaga 100 ming tasang, sir uchun yomg'ir. Obbola. Bu tashib olsin deb. Qasqon qani qayerga ketdi? Ikkinchiga xonim qilishim kerak edi. Tiyga oldimmi deyman-da. Bilat qasqonni oqdim, nonni pulini oqdim. Nonni qaysi pulga olaman? Ehson savatdagi nonlarim tezroq tugaganda uyga ketardim. Anam. Sen yo'ldosh xonimchining o'g'limiding? Sen to'pi tuzib bola eding-ku. Nima karomat bu? Assalomu alaykum aka. Adam nonga chiqaruvdilar, pulni yo'qotib qo'ydim. Iloji bo'lsa mana Ehson Qutuzdan 30 ta non berib tura olasizmi? Mo'lit bor edi kechqurun. Jiya, xafa bo'lma, senga bera olmayman. Adang o'zlari pasport bilan chiqsinlar, keyin beraman. Qanaqa zalogga mana shu fenni tashlab ketsam bo'ladimi? Bor, ayoqda o'ynagim, miyam qizyapti, bor. Men seni nonga chiqarib yubordim. Qani non san'atimiz darg'asi. Mana shu harom o'yinlarni deb mahallada, ko'cha-ko'yda boshqa o'zra olmay qoldim. Undan ko'ra bu kuningdan o'lganing yaxshi. Bile, oq ko'ynagimda o'zini o'zi osmoqchiman. Hozir yechib olishim kerak. Bolam, bu yo'lingdan qayt, meni kechir, bolam, bolajonim. Ata, mana shu o'g'liga bugun Barsan o'yini bor. Hali men bilan faxrlanib yurasiz.